Assalomu alaykum aka-ukalar. Sizlar bilan yangiliklar bilan tanishtirib o'tamiz endi. Hozir Damas'ni tushuntirib o'taman. Endi Damas'da senter zamok yo'q. Boshqa mashinalar Lacetti, Gentra, Cobalt, Spark, Matiz, unday mashinalar bo'lsa telefon etsangizlar aytaman. Endi senter zamok o'zida bo'lsa arzonroq bo'ladi. Senter zamoki yo'q bo'lsa shu vaqtda bahosi aytiladi-da. Uni hozir Damas'ni tushuntirib o'taman. Damas hozir uchta komplekt qo'yadigan bo'lsak, pultlar ikkisi ham pult, buni Malibu pult. Buni ikkisining bahosi 1 ming. Bilan Malibu pult, bilan Malibu holalardan qo'yib beramiz. Bu bilan 380 ming so'm bilan buni qo'yamiz. 380 ming so'm. Hamma narsa o'zlarimizdan provodasi, boshqasi. Keyin senter zamog'ning yana bir xilisi bor. Original deb aytadilar buni. Bundan qo'yib beradi bo'lsak 450 ming so'm. Ana bu komplekt 450.